Assalomu alaykum aziz hurmatli tomoshachilar. Umidki siz salomat bo'lsizlar. Hurmatli vatandoshlar, hozir ko'rasizlar, mana bu yerda xeyli bir narsalar omadali yo'lyotibdi. Albatta mana yoningizda bir inog'avuz bor bo'ladan bu mavzular borada ma'lumot olaylik ekan. Bu nima narsa qilmoqchi bular? Hazirom o'zingizni avval mana shu tomoshachilarga tanishtirsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Men otim Shafiqullo, otam otlar Ahmad. Bu yerda nima narsa omadali olmoqchi bu to'xtasizlar? Bizlar usulsa bir bizani rasmiy rivoji bor, an'anotimiz bor. Qadimdan ota bobolarimizdan bizlar qolgan. Shu rasmiy rivoji bizlar buruz shuni ko'rib turibsiz. Mana kuyov tarafdan kelinlikka bizlar bir mana tuyalada mana shunday bachalar bilan omadali oldik. Shariya masalan 11 zotlarimizni olib boramiz inshaalloh. Xo'p, ya'ni kuyov bola tarafdan xudolarniki, ya'ni kelin tarafga tuyona yuklabsizlar. Avval tuyona yuklab olib boramiz. Mana javonlar bilan jam bo'ldik, tayyorlik oldik. Marosimni otini, mahfilni otini marsa deyiladi. Mahfilni otini tuyona olib bormoq deymiz, masalan tuy yukladi deymiz. Bizlar o'z tilimizda, homiyona tilimizda tuy yukladi deb aytamiz. Shirinxo'rlik aytamiz, so'zlab shirinxo'rlik. Ha, shirinxo'rlik deyiladi ekan. Va shirinxo'rlik tuyona yukladi. O'zi homiyona tilimizda esa tuy yukladi deymiz. Xo'p, ko'p yaxshi. Tashakkur. Buruzki marosimi mahfil marsadan iborat ya'ni. Usulsa bizani ota bobolarimizdan qolgan bir bizga bir meros desam bo'lamiz. Shunday bir bizlar qolgan an'anot, rasm rivoj qolganki, bizlar buni boyat buni idoma berib keyingi nasllarimiz ham shuni boyat o'tkazsak va bizlar bundan o'zbek tilidan yo rasm rivojidan himoyat qilsak va hamisha shuni idoma berib yursak usulsa. Daqiqan voqedan shu. Bizani rasmiy an'anot ota bobolarimizdan qolgan buni boyda hamisha bizda buni zinda tutishimiz kerak. Shu bilan sizlar bu tuyonani tiyara yuklab boradiganlaringiz bu barfilan mutarur vasoitni nima uchun tuyo yuklab o'tirishlar? Bizani rasmiy rivoji ota bobolarimizdan qolgan rasmiy rivoji farqimiz shuki, bizlar tuyalar olib boradiganlar. Ya'ni bir vaqtda qadimgi vaqtdan qolgan rasmiy rivoj o'sha dalildan tuyalar. Ota bobolarimizdan, ajdodimizdan qolganki, bizlar shu tuyalar yuklab va bir necha dona qo'yki bizlar rasmiy rivojida bor, o'shalarni bilan olib boramiz. Hatto qo'y ham beriladi. Qo'y ham beriladi. Bir necha dona qo'y avvalda aytiladi, tuyonani ustida gaplashiladi. Bizani rasmiy rivojimiz, farqingiz o'sha.
Sensan bahodir turkili, nomu nishonim o'zbegim. Noming ulug'dir bizlara, am faxri shonim o'zbegim. Shuhrat qozonding darara urdi zabon shom u sabo. Sen boyi sen sulhu safo, amno amonim o'zbegim. O'zbek devon nasli bashar nomingga bildi muftaxar. Bomir nishon Temur par sohib qironim o'zbegim. Mardi maydonim, am qaramonim, urdu zabonim, shavkatu shonim, aziz inog'ajonim o'zbegim. Aziz inog'alarim, mana bu an'anaye o'zbekchalar, ya'ni o'zbeklarki odam sanoatdan tarixgacha rasm rivojni, an'anani, tarixini buzgani yo'q. Avvalo Xudo mana pelan mana Hojisayev Ziyodulla deydi, Ibodulla Qur'on, Nurullo Qur'on inog'alari bo'ladi. Inshaalloh safar rasmiy Toj Maskolda ko'rib mushohada qilasizlar. Mana ertalarni kulau. Avval xatmi Qur'on. Avval xatmi Qur'on, kengash qabla bilan bo'ychaqidan duolu. Inshaalloh mana bundan sonra harakat mas'uliye tarafi Xudolar. Xudolar tarafi, ya'ni kelin ukamni olsa harakat. Mana bu yerda bolalar non qiladilar. Burada non tayyorlaydilar, qancha nafariga aytilgan bo'lsa, inshaalloh nonni ishon qilib sonra har kim o'zi olsa duoga ketadi. Mana pelan Hojisayev rahmatli G'iyosiddin Qadrodat Rojibam Tevozi, Hoji Salohiddin vakil, shularning inog'asi Said Davud, Said Ustod Nazimxon, Shukurullohxonlar inog'asi Abdulbashir Pahlavon akamni, albatta Abdulbashir Pahlavon akamni huzurlariga bordik. Kiya bola tarafdan, Xudolar tarafdan bu xudolarga. Aziz inog'alar, mana bir rasm roji yashang sizlar, nekbora sizlar ham Xudo oshirib etsin.
Hoş geldiniz de çöre şöyle. Sarayla bakar meşhur hakkında şöyle.